Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Dilshodbek Hazratov matematika milliy sertifikat savollari tahlilini davom ettiramiz. Demak, bizga quyidagicha misol berilgan. Ushbu misolni yechishimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, katta qavsimiz kasr qismini bildiradi. O'rta qavsimiz bo'lsa butun qismni bildiragan. 6/6 butun qismni olishimiz kerak. 6/6 kasr qismini olishimiz kerak. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ifodamizga -1/6 -1 dan kichkina -2 dan katta. Butun qism o'zidan kichik sonni oladi. Shuning uchun -2 ga teng. Ushbu ifodamizda kasr qismini olishimiz kerak. Kasr qismini olishimiz uchun butun qismidan kasr qismini ayirib tashlash kerak. Ya'ni butunni olib tashlashimiz kerak. Shunda minus plyusga o'zgaradi. +2 dan 1/6 ni ayirib tashlasak 0/4 ga teng. Butun qism 6 ga teng, kasr qism 0/6 ga teng. Endi ushbu ifodamizni ishlaydigan bo'lsak, teng mana bu qismi 0/4, bitta qavsda 0/4, pastki qismida esa 2 bo'ldi. Minusdan minus mana bu qismimiz 6, pastki qismimiz 0/6. Endi ushbu ifodamizda bo'lgan vaqtimizda -1 taqsim 5 -10, ikkita minus qo'shiladi. -10/5 dan 1 bo'ladi. Endi ushbu ifodamizda kasr qismini olishimiz kerak. -10/5 dan 1imiz -10 dan kichik, -11 dan katta. Butun qismini olib tashlashimiz kerak. -10/5 dan 1 dan ayirishim kerak -11 ni. Ikkita minus plyusga o'zgaradi. Hop, ushbu ifodamiz -51 taqsim 5 plus 55 taqsim 5. 55 dan 51 dersak 4, pastki qismda 5 qoladi. Bizda ushbu variant C javobda turibdi. Javobimiz C.